Bismillahirrahmanirrahim. Dünyanın hər qaysı joylaridagi aziz qarindoshlarimizga Allohning bu go'zal salomini yo'llash bilan birga Tarixiy nazar programmamizning 14-sonini anglashinglarni qizg'in qarshi olamiz. Qadrli anglag'uvchilar, biz bugungi sonimizda Ko'kturk davlati Sharqiy Turkistonning Ko'kturk ittifoqiga qatilganligi, Muqan Qag'anning qo'shni davlatlar bilan munosabati, Ko'kturk davlatining ikkiga bo'linganligi, Ko'kturk davlatida Xitoy xiyonatkorligi natijasida yuz bergan hodisalar, Sharqiy Ko'kturk davlati va Xitoy qatorliq mazmunlarni huzuringizga sunamiz. Yoqtirib anglashinglarni umid qilamiz. Mikrofon oldida qarindishinglar Qahira Qadiri. Ko'kturk davlati Hun davlati yiqilgandan keyin bir qism turklar qochib, Altay tog'larining kirish-chiqish qiyin bo'lgan jilg'ilaridan birisiga kirib yerlashgan. Qadimgi turk afsonalaridan mashhur Erginaqon nomini olgan bu jilg'ida turklar 600 yil yashadi. Yayloqlari munbat, suvi mo'l bo'lgan bu joyda ularning chorva mollari ko'paydi. Nufusi toza ortdi va temirkonni kashf qildi. Temir san'atini rivojlantirdi. Bu boyashat turmushlari bilan birga madaniyatdimi yuksalish barliqi keldi. Jo'jan turklari davlat qurib, boshqa turk qavmlarini o'ziga bo'ysundirishga boshlaganda, bu Erginaqon turklaridimi hokimiyati ostiga oldi. Ammo bularmi boshqa xonliqlarga o'xshash Qag'onga tava bir xonliq bo'lib, ichki ishlarda mustaqil edi. Erginaqon turklarining xoni qahramon Bomixon milodining 552-yili Jo'janlarga qarshi isyon ko'tarib, Jo'jan askarlarini mag'lub qildi. O'ttigan tog'liq mantiqasidagi O'ttigan shahrini poytaxt qilib, yangi bir davlat qurib chiqdi va bu davlatiga Ko'kturk xonligi deb nom berdi. Shuning bilan tavalligidagi butun turklarning Turk degan ismini davlat nomidan e'lon qildi. O gündən başlap burun tarix səhnəsində hər xil ismlar bilan o'tirg'i chiqqan turk qavmlari o'zlarining asli ismlari bilan maydonga chiqdi. Turk ismi o gündən tartib zamonimizgacha umumiylikni saqlab kelmoqda. Ya'ni Ko'kturk davrigacha tarix sahnasida kelib ketgan turklar ichida turk ismi bilan atalganlar yo'qdi. Ular Uyg'un, Hun, Siyampi, Jo'jan, Tupa va boshqa ismlar bilan tanilgan edi. Ko'kturk davlatining qurilishi bilan butun turk qavmlari bu asli va umumiy ismlar ostida birlashdi. Bomixon Jo'janlarni mag'lub qilgandan keyin Ilxon degan unvonni oldi. Ilxon Bomin bayroq ustiga bo'z bo'ri beshining rasmini qo'ydi. Chunki Oğuz turk afsonalaridagi Alanquva hikoyasiga ko'ra, Oğuz turklari bo'z bo'rini muqaddas deb e'tiqod qiladi. Ko'kturklar bo'lsa bo'z bo'rini ulug'lab, ilohlik darajasiga ko'tarib e'tiqod qiladi. Bo'z bo'ri to'g'risida Erginaqon afsonasi va Mo'ng'ul hikoyasi Alanquvada bu mashhur rivoyatlar zikr qilinadi. Ilxon Bomin 2-3 yilda qisqa bir zaman ichida O'rta Osiyodagi butun turk xalqlarini bo'z bo'ri boshliq bayroq ostida birlashtirdi. Sharqiy Turkistonning Ko'kturk ittifoqiga qatilganligi. Ilxon Bomin o'zini Qag'on e'lon qilib, janubga qochgan jo'janlarni yo'qotmoq uchun o'g'li Muqan xonni nurg'un askar bilan yo'lladi. Muqan xon jo'janlarni qo'g'lab yo'qotib, milodiy 555-yili butun Sharqiy Turkistonni va G'arbiy Turkistonning bir qismini ishg'ol qildi. Buning bilan Sharqda Koreya, G'arbda Xazar dengizigacha so'zilgan butun turk xalqlarini Ko'kturk hokimiyati ostiga oldi. Shuning bilan Ko'kturk davlati nihoyatda kuchli bir imperatorlik bo'lib qoldi. Xitoy tarixlarida va Xitoy tarixlarini manba qilib yozilgan zamonaviy tarixlarda bu davlatni Tuju va ya Tuchu deb yozadi. Bu o'z tilidan boshqa tillardagi so'zlarni buzmasdan talaffuz qilolmaydigan Xitoylarning asli talaffuzni buzib aytishidan iborat.
Bomin Qağan enisi İstemik xanni g'arbiy tarafdagi xalqlarga umumiy vali qildi va Yapg'u unvonini berdi. Bu unvon qadimgi turklarda Qağandan qalsa 3-chi darajadagi unvon bo'lib hisoblanadi. Yapg'uning markazi Talas shahrida edi. Davlat ikki qismga bo'lingan bo'lib, sharqiy qismi bevosita Qağanga qaraydi. G'arbiy qismi bo'lsa Yapg'uning qaramog'ida edi. Sharqiy Turkistonning Qumul va Barikul xonliqlari sharqiy qismiga tava bo'lib, boshqa joylari g'arbga qaraydi. Muqan Qağanning qo'shni davlatlar bilan munosabati. Bomin Qağan vafot bo'lgandan keyin o'rniga inisi Qağan bo'ldi. Lekin 1 yil o'tmay vafot bo'ldi. Uning o'rniga Bomin Qağanning o'g'li Muqan xon Qağanliq taxtiga chiqdi. Muqan xonni Xitoy tarixlarida Mo'g'u deb yozadi. Shuni ko'rsatib o'tish lozimki, Muqan xonni ba'zi zamonaviy tarix kitoblarida Dizabul deb ataydi va arab tarixchilari Sayjibur deb yozadi. Bularning har ikkisi to'g'ri emas. Haqiqat shuki, bu ikki atalg'u G'arb Yapg'usi İstemik xonning ismining buzib aytilishidan kelib chiqqan bo'lib, Yapg'u İstemik xon demakdir. Muqan xon emas, İstemik xon davomli g'arbda turganlikdan uning shuhrati G'arbiy Osiyo va Yevropaga tunilgan edi. Shuning uchun u zamondagi Yevropa va Iran tarixchilarining bir qismi İstemik xonni Ko'kturk Qağani deb xato xayol qilgan. Bularga ayishib yana ba'zilari bu ikki ismni Muqan xonning ismi deb ikkinchi bir xatoga tushmoqda. Ko'kturk davrida Shimoliy Xitoyda Topa, Janubiy Xitoyda Zhou imperatorligi bor edi. Muqan xon Qağanliq taxtiga chiqqanda bu ikki davlat birlashib Ko'kturk davlatiga qarshi urush e'lon qildi. Muqan xon bu ikkisini mag'lub qildi. Ular boshsizlik to'lash sharti bilan Ko'kturk davlatiga bo'ysundi. İmperatorning qizini Muqan xon nikohga oldi. Shuning bilan Qağanliqning sharqiy tarafida tinchlik o'rnatildi. Milodining 563-yili İran shohi Nushirvan Muqan xon Qağanga elchi yo'llab, Yaftillarga qarshi ittifoq tuzishni taklif qildi va bitimnoma imzolashdi. Bu bitimnomaga asosan Qağanning buyrug'i bilan Yapg'u İstemik xon milodi 565-yili sharqdan Nushirvan g'arbdan Yaftillarga qarshi hujum boshladi. Milodi 567-yili Yaftillar xoni İstemik xon tarafidan o'ldirildi. Shuning bilan Shimoliy Yaftil davlati yiqildi. Yaftillarning ko'p qismi Yevropa taraflariga qochdi. İstemik xon bilan Nushirvan Yaftillarning tuproqlarini o'z ichida taqsim qilishib oldi. O'guz daryosi o'rtasida chegara qilib belgilandi. Keyincha Muqan Qağan bilan Nushirvanning do'stlik munosabatlari buzildi. Nushirvanning Rim imperatori bilan davomli yuz berib kelgan to'qinishlardan foydalangan Muqan Qağan Yapg'u İstemik xonning qo'mondonligida Eronga cho'ng bir qo'shin bilan hujum qildi. İstemik xon O'guz daryosidan o'tib Nushirvanning askarlarini og'ir mag'lubiyatga uchratdi. Baktir, Taxariston qatorliq joylarni ishg'ol qildi. Volgadan Qrim yerim oralig'icha so'zilgan yerlarni qo'lga kirgizdi. Shuning bilan Ko'kturk davlati milodining 6-asrining 2-yarmida Osiyoda eng cho'ng askariy va siyosiy kuchga ega bir davlat bo'lib o'tirg'i chiqdi. Keyincha Nushirvan bilan munosabat yaxshilanib, İstemik xonning qizi bilan Nushirvan uylandi. Bu tuqqandarchilikni Nushirvan o'ziga cho'ng bir sharaf deb hisoblaganligi Eron tarixlarida rivoyat qilinadi. Milodi 570-yili Muqan xonning huzurida o'tkazilgan kelishim imzolash murosimiga Rum, Eron va Xitoy elchilarining hozir bo'lganligi haqida ma'lumotlar bor. Keyincha Muqan Qağan Tag'mi Tarxanni Rim imperatorligida turishliq elchi qilib avatgan. Nushirvanning Muqan Qağanning elchilarini zaharlab o'ldirganlik vaqa yuz berib, munosabat buzildi va o'tirda urush boshlandi. Natijada Ko'kturklar Baktir va Taxaristonni tortib oldi.
Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamның туылғанлары miladi 570 yılı bulup, bu Muqan Xan zamanısıga toğır kelidi. Muqan Qaxan miladi 572 yılı vafat boldi. Ornağa inisi Dupu Xan Qaxan boldi. Bunun zamanısındaki muhim vaqalardan biri Rim imperatorluğu bilan bo'lgan urush edi. Rim imperatorluğu tutash bo'lgan Sharqiy Yevropaga yerlashgan avara turkları Köktürk dövletiga qatilmay o'z oldiga mustaqil bo'lib, Köktürklar bilan dushmanlik maydonida turadi. Rim imperatori avarlar bilan savdo tijorat kelishimi imzoladi. Buni Köktürklar Türk-Rim do'stlik kelishimiga xilof deb tunib, Rimlarga qarshi urush e'lon qildi. Boqaxan qo'mondonligidagi turk qo'shinlari milodining 575-yili Etil daryosidan o'tib Qrimga hujum qildi. Rim askarlarini mag'lub qilib, Qrim yarim oroli va Bosxur qal'asini ilib, Xarsun shahrini muhosiraga oldi. Shuning bilan Do'ppi Qaxan zamonasida Köktürk qag'anligining territoriyasi texmo kengaydi. Köktürk davlatining ikkiga bo'linganligi. Miladi 581-yili Do'ppi Qaxan vafot bo'lib, o'rniga Ishbara ismli bir shahzoda Qaxan bo'ldi. Ishbara Qaxan ilgirki qag'anlardek qobiliyatli emasdi. Bu arada istimi Yapg'umi olamdan o'tdi va o'rniga o'g'li Tardushxan Yapg'u bo'ldi. Qag'anning layoqatsizligidan Yapg'u bilan Qag'an o'rtasida ixtilof paydo bo'lib, Yapg'u mustaqillik e'lon qildi. Shuning bilan milodi 582-yilida g'arbiy va sharqiy qag'anlikdan iborat ikki qag'anlik kelib chiqdi. Köktürk davlatida Xitoy xiyonatkorligi natijasida yuz bergan hodisalar. Xitoy imperatori ishki ziddiyatlari tufaylidan ojizlashgan turk davlatlarini ag'dirib tashlash maqsadi bilan maxfiy holda ag'diruvchilik harakatlari ilib berishga boshladi. Bu xil ag'diruvchilik va suiqasd harakatlaridan muhimlarini Xitoy manbalaridan ilib anlatamiz. Birinchi, Xitoy imperatorining ag'diruvchilik va suiqasdga intayin usta Figu ismli bir vaziri bor edi. Bu vazir oldi bilan har ikki Qaxan bilan nihoyat samimiy munosabat o'rnatdi. Ondan keyin bularning o'rtasiga fitna ig'vo terib, jiddiy ittifoqsizlik paydo qildi. Natijada bu ikki Qaxan o'rtasida qattiq urushlar bo'ldi. Ammo keyincha ittifoqlashdi va Xitoyning maqsadi amalga oshmadi. Ikkinchi, Feyju yana jim turmasdan har ikki qag'anlikqa tava bo'lgan kuchli qabilalar orasiga kirib, ularni azdirib, hadab qag'anga qarshi isyon ko'tarishga kuch ko'rtgan. Oxiri g'arbiy Köktürk qag'anligiga tava Tulu qabilasi Tardush qag'anga qarshi isyon ko'tardi. Bu qabila ehtimol hozirgi qalmoqlarning nasli bo'lishi kerak. Bular shu chaqlardagi ko'chman turk qabilalar orasida eng kuchliklari bo'lgan edi. Tardush Qag'an bu isyonni bostirish uchun qattiq urushdi. Lekin milodi 603-yili eg'ir mag'lub bo'lib qochib, hech yerda turolmay Tibet xoni yanida panoh topdi. Shuning bilan g'arbiy Köktürk davlati bir qancha yil qag'ansiz qilib, eg'ir parakandichilik tartib to'la qon to'kildi. Miladi 610-yili g'arbiy Köktürk jamiyatidan Shixuy ismli bir zot qag'anliq taxtiga chiqib, isyonchilarni tamoman besiqtirdi. Yurtni tinchitib, g'arbiy Köktürk davlatini miladi 623-yilgacha tinch va qudratli bir vaziyatda idora qildi. Sharqiy Köktürk davlati va Xitoy. Köktürk davlatining ikkiga bo'linganligini, bu davlatni yo'qotish uchun yaxshi bir fursat deb bilgan Xitoy imperatori qag'anlar o'rtasidagi xitoylik malika qanimlar va ularning xitoylik xizmatkorlari vasitasi bilan mumkin bo'lgan har xil og'dirmachilik va fitna fasod terishga o'xshash xiyonatkorlik faoliyatlarini olib bordi. Bu xil xiyonatkorlikning asosi qag'anliqdagi shahzodalar o'rtasida adovat paydo qilib, bir-biriga qarshi turg'izish va qag'anliq tavasidagi boshqa kuchli xonliqlarni va qabilalarni qag'anga qarshi isyonga kuch ko'rsatishdan iborat edi.
Nəticədə bu iki türk dövləti davamlıq işki qalayımqançılıqni besiqtirish bilan avara bolğanlıqdan Xitay imperatori bularni əmdi acizlaşdı deb o'yladi. Və imperator Süyangdi miladi 615 yılı Şərqi Köktürk qağanlığının qolidagi Shanxi o'lkasiga hujum qildi. Ammo ular texi xili kuchlik edi və Süyangdining askarlari Shanxiga kirar-kirmas oldidan to'sib qattiq zarba berib mag'lub qildi. Süyangdi qilishdan eshib qolgan ozg'ina askari bilan bir sepilga kirib saqlandi. Turklar bu sepilni muhasirga oldi. Süyangdi 2 oy muhasirda qoldi. Oxiri bir hili mikr ishiltib qechib qutuldi. Shu qaşqan peti hech yerda to'xtamay jinini qutqizib Ko'k daryo bo'yidagi Yangju shahriga ketdi. Şunun bilan Şimali Xitay imperatorluğunun Ko'k daryosigacha bo'lgan yeri Sharqiy Ko'ktürk davlatining hokimiyati ostiga kirdi. Sharqiy Ko'ktürk qog'oni shu chog'dagi Shanxi valisi bo'lgan Li Yuanni Şimali Xitoyga imperator qilib Chang'an shahrida o'ltirg'izib qo'ydi. Li Yuan dahi bir odam edi. O Şimali Xitoyni to'liq intizomga kirgizib, Janubiy Xitoyning ojizlashib qolgan imperatori Jo sulolasiga qarshi hujum qilishga boshladi. Bir qancha yil ichida Janubiy Xitoy imperatorligini yo'qotib, butun Xitoyga o'zini imperator e'lon qildi. Xonadonga Tang sulolasi degan nomni berdi. Li Yun yuqorqidek shon shavkatga ega bo'lgan bo'lsa-mu, yanala Sharqiy Ko'ktürk davlatiga bosh soliqni kam qilmay vaqtida to'lab turgan edi. Miladi 620-yilga kelganda Li Yun kuchiga ishinib, Sharqiy Ko'ktürk qog'onligiga urush e'lon qildi. Qaxon darhol Xitoyga qaytarma hujum qilib, Li Yunga bir qancha qitim og'ir zarba berdi. Oxiri Li Yun mag'lub bo'ldi. Avvalgidek tavba bo'lib bosh soliqni vaqtida to'lab, Qaxonga vafodor bo'lishga va'da qilib, jinini va yurtini qutqizib qoldi. Shu yili Sharqiy Ko'ktürk qog'oni vafot bo'lib, uning o'rniga Heli ismli bir shahzoda Qaxon bo'ldi. Buning zamonasida davlat toza kuchlandi. Li Yun miladi 624-yili o'ldi va o'rniga o'g'li Tang Zayzong imperator bo'lib, darhol mustaqillik e'lon qildi va Qaxonga beradigan bosh soliqni to'xtatdi. Natijada Turk va Xitoy davlatlari o'rtasida urush boshlandi. Il Qaxon nurg'un askar boshlab Xitoyga hujum qildi. Xitoy askarlari og'ir holda mag'lub bo'ldi. Turklar Chang'anni muhasirga oldi. Tang Zayzong burunqidan bir qancha hassa ko'p bosh soliq va Qaxonga davomli bo'ysundiganligiga va'da qilib sulh qildi. Shuning bilan o'zining hayotini va askarlarining tamoman qirilib tugab ketishini saqlab qoldi. Qadrli anglovchilar, shunday qilib vaqt munosabati bilan bugungi Tarixiy nazar programmamizning 14-soni mush yerda oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib anglaganinglarga rahmat. Kelak sonda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Allohga omonat.